Nogironlikni belgilashda yagona standartlar va elektron tizim joriy etilmoqda. Yangilangan qarorga asosan raqamlashtirilgan tizimda nogironlikni belgilash tartibi soddalashtirildi. Endilikda siz arizalarni nafaqat poliklinikalarda, balki Inson ijtimoiy xizmatlar markazi my.gov.uz sayti va ijtimoiy xodim, oilaviy shifokorlar orqali ham qoldirishingiz mumkin. Arizalarni ko'rib chiqish muddati qisqartirildi, nogironlik toifasini belgilash muddati esa yangilandi. Ilgari shifokor maslahat komissiyalar tomonidan bir bemorning hujjatini o'rganish uchun bir necha ish kuni talab etilgan bo'lsa, elektron tizim orqali 40-45 daqiqa vaqt ketadi xolos. Bundan tashqari, bemor nogironlik toifasini belgilash mobaynida faqat standartda ko'rsatilgan tekshiruvdan bepul o'tadi. Masalan, oyoq amputatsiyasi bo'lgan bemor uchun rentgen va travmatolog xulosasi yetarli bo'ladi. Bu esa murojaatchilarning ham vaqtini, ham mablag'ini tejaydi. Ijtimoiy himoya sohasidagi so'nggi yangiliklar va o'zgarishlarni bilish uchun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.